Uyni savdolashayotganda qanaqa xatolarni qilmaslik kerak? Aynan shu narsa haqida siz bilan bugun gaplashamiz. 11 yillik tajribadan kelib chiqqan holatda mana shu maslahatni berishni niyat qildim. Birinchi xato bu narxni tushirish maqsadida uyni har tomonlama minuslari haqida gapirish. Misol uchun, etagingiz bunaqa ekan, remontingiz bunaqa ekan, yoki o'tingiz bunaqa ekan, bo'tingiz bunaqa ekan deb narxini tushirib olaman deb o'ylamang. Bu holatda faqatgina uy egasini ensasini qotirganingiz qoladi. Uyni sotmoqchi bo'lgan sotuvchi ham aynan sizga shu uyni sotgisi kelmay qoladi. To'g'risini aytganda, aynan shunaqa voqealarda ham ko'pincha сделкalarimizda buzilib ketdi. Bundan ko'ra ilonni inidan, pichog'i qinidan chiqaradigan narsa bu til. Chiroyli muomala qiling, yaxshi gapiring. O'zingizni eskidan taniydigan qadrdoningizdek shirin muomala qiling. Shunavering $100 ham tushmayman degan odamning o'zi shirin muomalangiz uchun ham kerak bo'lsa $1000 ham tushib beradi. Endi chunchuv so'ysa ham qassob so'ysin deganlaridek, agar savdolashishni bilmasangiz, dokumentlari toza, yaxshi narxlardagi uy kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ya'ni uy toping. O'zimiz sizni vkusingizga, so'rayotgan lokatsiyangizga qarab yaxshi narxdagi uylarni taklif qilamiz. Tasvirda ko'rgan uyingiz esa 3-bekat metrosining yonida joylashgan Golden Life savdo majmuasining ro'parasidagi 7 etajli domimizni 3-etajda joylashgan 6 kvadrat metr tashkil qiluvchi xonali uyimiz. Narxi esa 57500.